Bitta hovli bo'lsa nimaga ikkita darvoza? Bittasi ayollarning qatnoviga, bittasi erkaklarning qatnoviga qilib yechim qilib ketilgan. Gap bu yoqda-da. Farg'ona Chimyonidamiz navbatdagi obyektimizni umumiy ma'lumotni hozir Avazbek aka aytadilar aka. Joyimiz 1800 kvadrat tunka mahsulot ketmoqda. Ichkarida mana qo'shimcha ishlari bor. Bitta bu ko'rinish emas. Yo'q, ichkarida mana kottejlarimiz bor. Tunkasi qanaqadan bo'lyapti aka? Tunkasi 0.45 Rossiya Magnitogorskga tunka mahsulotdan ishlatilgan, Xudo xolasa. Aksessuarlargacha. Polni hammasiga. Men nima uchun bunaqa deyapman aka? Ba'zi birlari ko'rinish qismiga Rossiya Magnitogorskiy, ustki qismiga Toshkent metallurgiyadan olishyapti-da. Shunga men ikkilanib qolyapman-da. Biz buni uy egalariga ham tavsiya berdim. Yo'q, men bitta patkulchi hammasiga Rossiya Magnitogorskga tunka mahsulotdan ishlataman bilib, o'shani yechim qilib, shu ko'rinishda. Aksessuarlardan tortib metall cherpitsasi hammasi bitta ro'la. Hammasi jamiki, hammasi. Juda go'zal. Aka ko'ryapmiz, tunka yopish jarayonlari ketyapti. Strapel necha kunda bitdi? Strapellar 2 haftada bitdi. Aha. Chunki bu yerda buzib qurildi. Bu eski tom bo'lgan. Eski tom bo'lgan. Tushunarli. Tunka necha kunda polni yakunlanadi? Xudo xolasa 5 kun uzab ketsa 6 kunlarni topshiramiz, Xudo xolasa. Juda go'zal. Farg'onaliklar, agar sizlarga ham sifatli hamda zamonaviy tom yopish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mazkur tomga murojaat qilishingiz mumkin.